9-oktyabr sanasida bexillarimiz tillo sariq holatiga keldi. Bir tup emas, deyarli har tupi juda ham go'zal holatda. Xudo xolasa ko'rishlari mumkin. 2025-yil 9-oktyabr holatiga xudo xolasa mana haqiqiy o'zimizni olma bexi bo'ladi. Olma bexini ham turi ko'p. Bu eng tiniqi. Shu bog'dan chiringalarni olib payvand qilganman o'zim shaxsan. Xudoning qudrati bilan mana hosil ko'pligidan bitta tupimiz og'darib pishibdi. Dehqon aka faqat sizlarga eng zo'rlarini tavsiya qiladi. Olma behidan qiziqqanlarga jo'natib qo'yasiz bu videoni. Hosilni qaranglar. Bittadan like arziydi xudo xolasa. Eng asosiysi bizda ko'chatlari tayyor bo'ldi. Xudo xolasa noyabrdan boshlaymiz. Davom etinglar. Nam bo'lasa yangilar izlab bo'lar inshaalloh. Dehqon aka eng ishonchli tarlov.